Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Amerikaning Xitoy amaldorlariga qaratgan jazosi qarshi 5 Amerika fuqarosini jazolashni qaror qilganligini e'lon qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Jolijan muxbirlarni kutib olish yig'inida so'z qilib, sobiq savdo ministri Ross qatorliq 5 kishining Xitoy cho'ng quruqligi Hong Kong va Omonga kirishiga yo'l qo'ymaydiganligini aytdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi va Moliya ministrligi oldinqatda Hong Kong avtonomiya qonuniga asosan 5 nafar Xitoy amaldoriga yangi jazo yurgizganligini e'lon qilgan edi. Germaniya Tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock Yevropa parlamentining Sharqiy Turkistonda ishlab chiqarilgan majburiy emgakka jetishliq barliq mahsulotlarning Yevropa ittifoqi bozoriga kirishini cheklaydigan qonun loyihasini o'tirg'i qo'yishini qo'llaydiganligini bildirdi. U tantarbiyani yaxshi ko'raman, lekin Beijingda o'tkazilgan qishliq olimpik musobaqasiga qatnashmayman degan. Igilanicha Baerbock yuqoridagi so'zni 29 dekabr Germaniya taratqullarining ziyoratini qabul qilgan aytgan. U buning o'zining shaxsiy ekanligini ta'kidlagan. Hong Kongda saqchilar bir o'qituvchi axborot organiga besib kirib bir qism mas'ullarni qo'lga olgan edi. Ulardan 2 nafarining isyonga qutratqulik qilish jinoyati bilan ayblanganligi o'tirg'i chiqdi. Oldingi kuni Hong Kong saqchilari demokratiya tarafdorlari bo'lgan Maydon gazetining 7 nafar mas'ulini qo'lga olgandan keyin mazkur gazet bayonot e'lon qilib, faoliyatlarini to'xtatganligi va barliq xizmatchilarini ishdan bo'shatganligini bildirgan edi. Rossiyaning Ukraina chegarasidagi harbiy faoliyatlari andisha qo'zg'ayotgan bir paytda Amerika, Angliya, Fransiya va Germaniya tashqi ishlar ministrlari telefon yig'ini o'tkazdi. Yig'inda Ukrainaning zamin butunligi va egilik huquqi ta'kidlanish bilan birga Rossiyaning yanama ilgarilab harakat qo'llanish ehtimoliga qarshi moslashib harakat qilish kerakligi o'tirib qo'yilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi davlat taratqullarining ziyoratini qabul qilib, Xitoyning 2021 yildagi diplomatik munosabatlarini baholadi. Wang Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan ikki taraflik munosabatni yaxshilashni xohlamaydiganligiga qarata andishini o'tirib qo'ydi. Wang Yi Yevropa ittifoqi va Xitoy munosabati haqida mundaq dedi. Yevropa ittifoqi Xitoyni ham sherik, ham raqobatchi deb qaraydi. Buni tushunish qiyin. Qozog'istonda Vivisklarda va boshqa o'rinlarda Ruscha ishlatish majburiyati amaldan qoldirildi. Igilanicha Ruscha Qozog'istonda rasmiy e'tirof qilingan tillarning biri. Qozog'iston prezidenti ishxonasining bildirishicha, prezident Qosim To'qayev uchur qonuniga tuzatish kirgizish haqidagi loyihani tasdiqlagan bo'lib, buningga asosan Ruscha ishlatish majburiy bo'lmaydi ekan. Xitoy doiralari tanarkatchilarga bo'lgan cheklamalarga yana bir yangi modda qo'shdi. Xitoy davlatlik tarbiya idorasi doiralari e'lon qilgan bayonotga asoslanganda, davlat komandalarida top o'ynaydigan futbolchilarning badaniga gul chektirishi cheklangan. Burun chekkizganlar bo'lsa o'chirib yetishi kerak ekan. Buningga xiloflik qilguvchilarga komandalar tomonidan intizom jazosi berilgan.